Har bir ijodkorni ijodga kirib kelishida uning onasi va adabiyot muallimining o'rni beqiyos. Chunki onalarimiz bizga alla aytadi, ertak aytib beradi va bu orqali adabiyotni singdiradi ruhimizga, qalbimizga. Adabiyot muallimlarimiz esa shu ichimizda uyg'ongan uchqunni yana ham alanga olishiga bir turtki beradi. Meni ham she'riyatga kirib kelishimga ayam sababchi bo'lganlar deb ayta olaman. Ular menga doim ertaklar aytib berardilar. Qolaversa men yozgan she'rlarim ularni yana ham ruhlantiryapti, ham betob bo'lsa qanaqadir shifo bo'lyapti qaysidir ma'noda degan ruhlantirish menga kuch berardi. Yana yozsam yana yaxshi bo'ladilar ayam degan tuyg'u bo'lardi ichimda. Keyinchalik 14-15 yoshlarimda adabiyot muallimim mana shu qoralab yurgan qoralamalarimni yig'ib tumanimizdagi gazetaga olib borganlar. U yerda to'garak bo'lardi. Tumanimizdagi yosh ijodkorlar uchun o'sha yerga o'zlari har doim olib borib, gazetada ham ilk bor she'rlarim chop etilishiga katta hissa qo'shganlar va bu men uchun bir qiziqishdek bo'lib kelgan 16 yoshimgacha, ya'ni bo'sh vaqtimda yoziladigan bir qo'shimcha mashg'ulotdek bo'lib qolgan. Qachonki 16 yoshimda mana shu tadbirlarda, ijodiy davralarda erishgan yutuqlarim sabab Zulfiya mukofoti bilan taqdirlanganimdan keyin ijodga yana ham jiddiy qaraydigan bo'ldim. Chunki bu mukofotni baribir mas'uliyati bor. Undan keyin ijodda to'xtab qolmaslik kerak. Bu Zulfiyani oldi, endi bo'ldi, to'xtadi degan gap bo'lmasligi kerak. Yana ham ko'proq ijod qilish kerak, yana ham yaxshiroq yozish kerak degan tushuncha uyg'ongan va men ayta olaman, mana shu voqeadan keyin, ya'ni 16 yoshimda Zulfiya mukofoti bilan taqdirlanganimdan keyin professional ijod bilan shug'ullanishni boshlaganman deb ayta olaman. Mana shu mukofotning mas'uliyati sabab bir necha tanlovlarda, bir necha ijodiy loyihalarda doimiy ravishda ishtirok etdim. Bugungacha ijod qilib, matbuotda ham, ijodiy davralarda ham muntazam ishtirok etib kelaman. O'tgan mana shu yillar mobaynida Do'rmon ilhomlari seminarida ishtirok etdim. Bu seminarda butun respublikadan saralangan eng kuchli yosh ijodkorlar jamlangan. Bu yerda ustozlarimizdan ijodning biz bilmagan sir asrorini o'rganganmiz. Birinchi kitobim loyihasida Uyg'oq yulduzlar nomli kitobim chop etilgan va hatto shundan keyin ham to'xtab qolmaslikka astoydil harakat qildim. Bilasiz, shaharda yashayotgan inson baribir o'qish, ish bilan bo'lib ijoddan bir qadar uzoqlashib qoladi. Qishloqda yurgan odam baribir qishloq tabiatimi, odamlarimi nimadir ilhom beradi, ko'proq yozishga imkoni bo'ladi. Lekin shahar baribir ijodkorni qaysidir ma'noda ijtimoiylashtirib qo'yadi-da. Qaysidir ma'noda yozuvchilarimizdan biri ham aytgan, shaharda ijod qilayotgan insonda qishloqning qalbi, lekin shaharning ruhi bo'lishi kerak degan ma'noda bir fikr aytgandilar. Shuning uchun shaharda yashayotganimga qaramasdan qishloq yuragini yo'qotmaslikka harakat qilgan holda ijodni davom ettirdim va O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining yana bir loyihasida, So'zimchoq nomli loyihasida ikkinchi kitobim ham bepul chop etildi. Birinchi kitobim loyihasida chop etilgan Uyg'oq yulduzlar kitobimda ham, So'zimchoq loyihasida chop etilgan Axtarim kitobim loyihasida ham yaxshigina qalam haqqi olganmiz. Albatta qalam haqqi umuman moddiy rag'bat nafaqat ijodkorni, har qanday insonni ruhlantiradi, ishda ham, ijodda ham mas'uliyat beradi-da, shu narsaga munosib bo'lish kerak degan. Zulfiya mukofotining adabiyot yo'nalishida sazovor bo'lgan qizlarni jamlanmasi chop etildi ilk bor. Ana shu to'plamda bizning ham she'rlarimiz o'rin oldi. Bundan tashqari mana kuni kecha Dorilamon kunlar keldi nomli almanax chop etildi. Bu juda ham yirik, juda ham katta muhim hodisa. Chunki bu kitobda o'zbek adabiyotidagi ayol ijodkorlar, ayol shoirlar, ayol adibalarning ijod namunalari o'rin olgan. Ilgari men bunaqa kitob ko'rmaganman, to'g'risini aytsam. Men nazarimda bu birinchi marta chop etilish bunaqa jamlanmani va ilk bor chop etilayotgan bu kitobda saralangan ijodkorlar, saralangan asarlar ichida meni ham nima deydi, ijodiy ishlarim o'rin olgani men uchun juda ham o'zimni shaxsiy faoliyatim uchun ham, shaxsiy ijodim uchun ham katta unutilmas voqea. Shu sabab menga yana bir nima deydi,
ruhlantirish bag'ishlagan, qanot bag'ishlagan hodisa bo'ldi deb ayta olaman. Uzoq yillardan beri gazeta, ya'ni matbuot yo'nalishida ishlayman, turli gazetalarda ishlaganman va ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus nashri hisoblanmish Vaziyat gazetasi hamda Muhofaza jurnali birlashgan tahririyatida muxbir sifatida faoliyat olib boraman. Shu yil men SMM sohasiga o'qidim, ya'ni telefon orqali roliklar ishlash, videoroliklar, unga matn tuzish, ssenariy yozish, u asosda nima deydi, tasvirlarni qaysi rakursda olsa ta'sirli chiqadi, chiroyli chiqadi, shu yo'nalishda bilimlarimni oshirishga harakat qildim. Rejalarimga kelsak, hozir men qutqaruvchilar bilan birgalikda ishlayapman. Kasbim bevosita qutqaruv sohasi bilan bog'liq, shu sabab qutqaruv hikoyalari gazetamizga tayyorlab boraman. O'zi qutqaruv operatsiyalarini agar xabar shaklida bersak, tor doira vakillari o'qishi mumkin, lekin uni hikoya, ya'ni badiiy uslubda taqdim qilsak, uni juda ko'p auditoriya, hatto yoshlar ham o'qishi mumkin. Chunki hikoya baribir ta'sirli, yurakka yaqin. Uni hikoyani masalan yosh tanlamaydi yoki ma'lum bir ijtimoiy tabaqa tanlamaydi. Shu sababli shu gazetamizga tayyorlab borayotgan qutqaruv hikoyalarini bir kun kelib, jamlab, kitob shaklida chop etib, xalqimizga kitob holida taqdim etish rejam bor. Anchadan buyon shu mashqlar qoralab kelyapman. Kelgusida mana shu mashqlarimni ustozlarga ko'rsatgan holda kitob qilish niyatim bor. Meni unutmanglar, dedim jilmayib. Ne jafo ko'rsamda azal ro'zgordin. Yo ular o'zgardi, yo men ulg'ayib, eski do'stlar bir-bir kamayib bordi. Qishloq ko'nglimda ko'p yaralar ochiq, shahar ko'p dars berdi va do'stiyor hamdam. Meni unutmanglar derdim yutoqib, lekin unutdilar. Yangi do'stlar ham. Mardona keldim men, mardona ketdim, garchi yolg'iz qoldim yo'lning so'ngida. Hamma yo'ldan mudom muzaffar o'tdim, necha bor yiqildim, turdim yangidan. Meni unutmanglar dedim har safar, garchi ontdan kechdi necha do'st. Mayli, kimdir qulog'imga shivirlab aytar, vatan unutmaydi.